Okalar, Chorsu Globotdan 4 xonali kvartirani ancha arzon narxga ko'rsaman. Video obzorni oxirigacha kuzatib turinglar. 3-qavatda joylashgan. Okalar, Evri remont. Shundoq kirib yashaysizlar. Pardalarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Bu turgan joy mehmonxona bo'ladi, kattagina razmerda. Xonadonimizda qisman narsa qoladi, qisman narsa chiqib ketadi. Uy egalari bilan kelishilgan holda. Okalar, qaranglar, asosiy ishidan kirib kelganda katta koridorimiz bo'ladi. Xonalarimiz ketma-ketlikda joylashgan. Sanuzullari ham razdelni joylashgan. Bu tarafda birinchi xonamizda radiatelskiy spalni bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, o'zining shkoflariga ega. Mana bu narsani lekin boplabdilar. Bor, koroslarning kattaligini, polkani tashqariga qaragan romlari bor. Globotda eng zo'r joyi mana shu joy hisoblanadi. Okalar, orientirimizni videoning oxirida aytaman. Bu tarafda kichkinagina razmerda detskiy xonamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, такой kompaktniy, ixchamgina xona. Endi mana bu tarafda kattagina razmerda radiatelskiy spalni, okalar, ayollar bo'lgani uchun ko'rsata olmayman. Bu tarafimizda kattagina razmerda mehmonxona, uzun koridor, sanuzulimizda razdelni joylashgan. Bu hojatxonasi bo'ladi. Tafillarni ko'rasizlar, idealniy holatda. Bu tarafda yuvinish xonamiz. Bu tarafga ko'radigan bo'lsak, kattagina razmerda oshxonamiz bo'ladi, ataplenalari bor. Mana shu jihozlari okalar 100% qoladi. Texnikalar kelishuv asosida uy egalari bilan xolisa tashab ketishadi, xolisa olib ketishadi. Bu tarafda kattagina razmerda balkonimiz bo'ladi. Okalar, to'g'rida kladovka sifatida okalar shkofdan foydalansanglar bo'ladi. Mana shu narsalar 100% qoladi. Tashqariga qaragan romlari bor okalar. Mana shu 6000 serali termoromlardan qo'yilgan, uchuklik qilingan. Mana shu devor bor-ku. Muncha xonadon egalari bu joyi uchuklik qilishmaydi okalar. 84 kvadrat metr umumiy maydonimizda kadastr hujjatlaridan muammo yo'q okalar. Endi bu xonadonimizning aniq lokatsiyasi keladigan bo'lsa, Globot shunda kuru bor-ku, avtobus konechkasi. Ana o'sha yerda joylashgan okalar. 5 qavatli dom, 3-qavati. Okalar, 3-qavat bilasizlar, eng zo'r qavat hisoblanadi. Shahar markaziga transportdan liboy yuradi okalar. Chorsu bozori ham yaqin, metro ham yaqin. Endi bu xonadonimizdan narxi keladigan bo'lsa, 84 kvadrat metr to'rxona, startli narxi okalar 109.500 bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, past raqam qoldiraman.